Hammaga salom. Men bu videoda sun'iy intellektlarning har xil modellarini va har xil turlarini bir vaqtning o'zida bitta joyda va pullik obunalar bilan birga sanab ko'rishni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun Arena AI saytiga kiramiz. Ba'zan bu saytga shunday Arena AI deb yozib kirgan paytda ishlamay qolish ehtimoli bor. Qandaydir xatolik bo'lib, shu payti mana bu bo'limlar orqali kirishingiz ham mumkin. Shu payti shunday ishlaydi. Birinchi saytga kirib olganimizdan keyin akkaunt ochishimizga to'g'ri keladi. Sizdan birinchi akkaunt kiritishni so'radi. Email orqali Google orqali kirishingiz mumkin. Bunda bizda hozir bir necha xil sun'iy intellektlar bor. Ya'ni o'zi bu sayt har xil sun'iy intellektlarni bir vaqtda sinab ko'rish, o'sha ommaga taqdim etilmasidan oldin yoki taqdim etilgandan keyin ham real muhitda sinab ko'rish uchun yaratilgan. Ya'ni real muhitda real holatda qanday bo'lishini sinab ko'rish maqsadida yaratilgan. Hozir bu rejimda ikki xil sun'iy intellekt bir-biri bilan solishtirish imkoniyati bor. Mana bu yerda har xil sun'iy intellektlar bor. Cloud, Gemini, o'zi ularning ham har birini o'zini alohida versiyalari, Grok bor, Queen va boshqa ko'p sun'iy intellektlar bor. Va eng qizig'i bu yerda ularning pro versiyalari bilan birga joylangan. Gemini Pro kodlash uchun ham, boshqa rasm yaratish uchun ham. Keyin bizda direkt, ya'ni bir vaqtda bitta model bilan ishlash. Bu maxga qo'yib qo'ysangiz, aytyaptiki, qaysi birini siz yozgan so'rov bo'yicha imkoniyati kuchli bo'lsa, o'shaning javobini sizga chiqarib beradi. Ya'ni bu yerda tarjima qilib yaxshiroq tushunib olsa bo'ladi. Kechikishni hisobga olgan holda sizni aniq so'rovingiz uchun eng qobiliyatli modelga aniq aqlli ravishda yo'naltiriladi. Ya'ni bu yerda o'sha sizni vaqt ko'proq ketadi javob berishiga, lekin shuradan mana shu yerdagi modellardan eng aqllisi sizga natijani chiqarib javob beradi. Bu yerda biz shaxsiy ma'lumotlarni kiritmaslik kerak bu yerdagi sun'iy intellektlarga. Chunki bu sinov uchun bo'lgani uchun ularning dasturchilariga, test qiladiganlariga ma'lumotlaringiz ko'rinadi. Uni odam tekshiradi va tekshirish jarayonida har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlaringiz tarqab ketmasligi uchun shaxsiy narsa kiritmay, boshqa maqsadda bemalol foydalansa bo'ladi. Endi shaxsiy ma'lumot deganim, misol o'zingizning ishingizga oid shaxsiy ma'lumotlar yoki o'zingizning shaxsiy hayotingizdagi rasmlar, boshqa narsalar. Keyin jang rejimi bor. Bunda ham iborasiz nima deyish mumkin? Savol berib ko'ramiz bunga.
Endi buni solab olib turamiz. Boshqalarni ham sanab ko'ramiz. Yuboramiz. Ikki xilda ishlagan, ikki xilini solishtirib vaqtimizda agent rejimi murakkab narsalar uchun o'sha har xil sun'iy ishlatadi u ham. Yonma-yonda ham shu siz o'zingiz tanlasangiz, bunda o'zi tanlab beradi ikkitasini. Agent rejimida siz uchun bu ko'proq ishlaydi. Misol kodlar yozib, boshqa narsalar qilish mumkin. To'g'ridan-to'g'ri esa o'zingiz tanlaganingiz bo'yicha ishlatasiz. Uni ham hozir sinab ko'ramiz. O'zingiz to'g'ridan-to'g'ri solishtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Menimcha bu Cloud'ni javoblariga o'xshab ketyapti. Mana bunday belgilariga qaraganda hali natijani chiqarib bo'lmadi. Bu javobini chiqarib bo'ldi. Qaysi yaxshiroq ekanligini tanlashingiz mumkin, o'zingiz ko'rib, solishtirib. Ular o'sha sun'iy intellektlarni o'zlari baholash imkoniyati bo'ladi-da, ular uchun. Siz tekinga foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz, ularga esa o'zini sun'iy intellektlarni sinab ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Negadir hozir bu yerda qaysi sun'iy intellekt ekanligi nimagadir ko'rinmayapti. Mana aytyapti, sun'iy intellekt tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash uchun sizning ko'rsatmalaringiz ommaga ulashtirilishi mumkin. Sizning suhbatingiz jamoamizda qo'llab-quvvatlash, xizmatlarimizni yaxshilash va ishonchli sun'iy intellektni rivojlantirishni ilgari surish uchun ulashishi mumkin. Bunga tadqiqot ma'lumotlari to'plamining bir qismi sifatida identifikatsiyasiz suhbatlarni onlayn tarzda ommaga joylashtirish kiradi. Ya'ni identifikatsiyasi degani sizning ayni ismingiz keltirilmasa ham sizning yozishgan chatingiz ko'rilishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi yozadilar. Mana bu yerda ko'rsa bo'ladi. O'qib chiqsangiz bo'ladi batafsil shu yerni. Bu sun'iy intellektligini o'qib ko'ramiz. To'g'ri niche qanday o'qiladi bilmadim va kontent formatini tanlash. Erkin izlanishlar, lekin haddan tashqari bo'lmagan va yoki siz kuchli bo'lgan yo'nalish. Men ham shu tarafdaman, ya'ni o'zingiz kuchli bo'lgan yo'nalishda erkin izlanish nimalar qilish kerak. U qachon mukammal bo'laman, qachon boshqa narsa qilaman deb qolib ketmaslik kerak deb o'ylayman. Mana shunday turdagi kontentlarni qilsa bo'ladi deb ko'rsatyapti bu yerda ham. Kalit so'z tadqiqoti, ya'ni bu YouTube'dagi hashtag bilan alohida teglar, so'z, kalit so'zlar. Umidovchi jumlasi, SEO. Yaxshi.
Bularni solishtiradigan bo'lsak, o'lchov optimizatsiya. Ikkalasi ham yaxshi. Men uchun ko'proq bu variant yoqdi. Bunisi ham yaxshi. Aslida tanlov qiyin. Menga yoqqan tarafi ko'proq jadvallar shaklida, mana bunday jadval shaklida qurishga qulay qilgani uchun yoqdi ko'proq. Endi bularni har bir sun'iy intellektga alohida o'rgatiladi, chunki u boshqa sun'iy intellekt, bu boshqa sun'iy intellekt. Uni o'rgatilishi, qanday unga bilim berilishi boshqacha bo'ladi, uni ma'lumotlar bazasi boshqacha bo'ladi. Shunga sal farq qilishi mumkin. O'zingizga afzalini tanlab ishlatishingiz mumkin. Bu yerda batafsil o'qib chiqishingiz mumkin. Bu qanday harakat qilishni ko'rsatib beryapti. Aynan qaysi haftalarga bo'lib, bosqichlarga bo'lib. Bu videoni qanday tayyorlashligiga ko'proq ahamiyat bergan deb o'ylayman. Siz qaysisini afzal ko'rsangiz ham shundan foydalanishingiz mumkin. Lekin ikkalasi ham yaxshi deb ko'ramiz. Menga shu ma'qul keldi. Endi agent rejimi. Bu kod yozish, qandaydir hujjatlarni tayyorlash, boshqa narsalar qilsa bo'ladi. Yonma-yon oldin ko'rsatganimizdek tanlab sinab ko'rishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri esa mana shunday maxda qo'yishingiz ham mumkin yoki bitta pro versiyada qo'yishingiz ham mumkin. 3.1 Pro oldindan ko'rish Gemini. Buni sinab ko'rish o'zi haqida ma'lumot berish uchun anaqa qilyapman. Hozir buni sinab ko'rishga ancha vaqt ketib qolishi mumkin. Ya'ni bizda hozir tayyor narsa yo'q. O'zingiz ehtiyojingizdan kelib chiqib sinab ko'rsangiz bo'ladi. Aynan nimadir qaysi sohada bo'lsa, o'sha o'zingiz sohangiz bo'yicha dasturlashmi yoki ilmiy hujjatlarmi, boshqa narsami yoki rasm yaratmoqchimisiz, shuni sinab ko'rsa bo'ladi. Shunday o'zbekcha yozsangiz ham tushunaveradi. Gemini 3.1 Pro bu o'ylashimcha oxirgi versiyasi. Gemini'ni o'zini saytiga kelsak ko'rishimiz mumkin. Shunaqa sekin ochilish yoqmaydi menga. Gemini ochildi. Bizdagi modellarga ko'radigan bo'lsak, oldin shu modelni chiqarardi-da, Gemini 3.1 boshqa narsa deb Pro 3.1 Pro ishlarkan. Mana bunda ko'proq solishtirib ko'ramiz hozir bularni. Gemini 3 Pro ekan, bunda ham
oxirgisi va amaldagisi. Va bizda Q1 Pro'si bor ekan. Ya'ni bu ham pullikni ham eng oxirgi versiyasi. Nima deyapti bu? Nima qandaydir yozganda xato ketdi hozir. Tushunmay qoldim. Sening telefon modelimi i. Menimcha bu men xato yozganimga sabab bo'ldi. Xato yozganim tufayli bo'ldi. Matnni tushunaydi. Mana shu real imkoniyati, ya'ni katta ma'lumotlarni eslab qolish. Murakkab fikrlash bu ham real imkoniyatdan ketsak. Bu ham kamaygan, ya'ni xatolari odamnikidan. Shu birinchidan tashqari nimaga deganda ko'p qirraligi oldindan o'sha funksiyalari hammasi o'sha tayyor qilib bo'lingan edi. Mimo har xil sun'iy intellektlar bor. Oldin o'zim bilan foydalanib ko'rmagan ekanman. Nimaga xato bo'ldi desam, bu yerda bir gap bor ekan mana. Hammasi to'g'ri yozilgan ekan. Mana bu tarjima qilishga qo'ydik, ya'ni esdan chiqib ketgan. Cloud ham bormi? Fayl yuklash imkoniyati bilan Grok 4.2 beta. Grokni yana yaxshiroq multi-agent beta. Boshqa modellarni ham ko'rib chiqamiz. FastChat, Grok 4. Grok adashmasam eng oxirgisi 4-versiya bo'lsa kerak. Hammaga e'lon qilingani. Nvidia sun'iy intellekt bor ekan. Har xil hali odamlar tanib ulgurmagan ular ham bor ekan. Gemma ham bor ekan. Qanday ekan? GPT-5. GPT-ga ham kiramiz. Bizda qaysi modeli? Oldin shunaqa modellarni ishlatayotganda payti kirib o'zgartirish ko'rib chiqish mumkin edi. Hozir nimagadir yo'q, modelni tanlab ishlatsa bo'lardi hozir. Avvallar. Hozir faqat shunaqa model, aynan qaysi modelligi ochiqlanmayapti. Hozir limit tugasa aytishim uchun, mana shu modeldan mana shu modelga tushyapsan deb yoki shu modelni yana ishlatish uchun pul to'lash kerak deb, ya'ni premium yoki plus obunasini yoki pro obunasini sotib olish kerak deb bizga xabar qiladi. DeepSeek Pro Thinking. DeepSeek'ga kelib ko'ramiz. Ko'p ancha vaqtdan beri ishlatmay qo'ydim. Bu yerda Grokni ham bosib qo'yaman. Aynan o'shalarda qaysi modellar borligini, rostdan shu modellar bor yo'qligini ko'rish maqsadida ochyapman hozir bularni.
Lekin bu yerda hozir buni afzalligi sun'iy intellektdan o'zining alohida ishlatib turgandan ko'ra afzalligi bu hammasi bitta joyda ekanligi. Masalan, keyin solishtirib bir vaqtni o'zida solib bitta so'rovga ikkita sun'iy intellektni solishtirish ko'rish imkoniyati, yoki bittasini o'zini tanlab pullik versiyasini ham limitlarsiz ishlatish imkoniyati bor. Bunda ham limit bo'lishi ehtimoli bor, lekin juda kam. Siz uning uchun vaqtingiz ham yetmasa kerak uni limitini tugatib qo'yish uchun. DeepSeek expert rejim bor ekan, instant rejim bor ekan, lekin bunda ham bizga ko'rsatishmayapti. Gross sun'iy intellekti Twitter ichida ham bor. Bu o'smasa shuni ishlatishga harakat qilib ko'ramiz. Negadir ishlamayapti. Xullas, bunda ham hozir modelini ko'rsatmayapti. Oldin sinab ko'rgandim. Kod yozish. Max'da qo'yamiz. Kod yozishga bosamiz. Kod yozish bo'yicha yaxshiroq natijalarni ko'ramiz. Biror bir o'yin. Oxirgi paytda o'yinlarga ko'p qiziqmaganim uchun o'yinlarning nomini ham eslolmayman. 2048 Snake Game. Mayli, Snake Game ilon o'yini bo'la qolsin. Bizlar nima demoqchi? Use classic snake with great movement, food spawning. O'sayotgan dum, o'z-o'zidan to'qnashuv, devorlar, tezlik oshirish, klassik ilon o'yini. Afsuski bunda shu til tanlash imkoniyati yo'q ekan. TypeScript yaratyapti menimcha. To'liq web sahifa qilmoqchi. Reactda mana shu kodlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi.